Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kuzatuvchilari. Nevislar zavodga keldik, Toshkentga. Mana bir qator motorollerlarni ko'rsatib o'tamiz akam yordamida. Nevislar mototsiklimiz razmeri nechi buni aka? 180 ga 125. 180 ga 125. Qancha yuk oladi bu shunda? 1 tonnagacha oladi. 1 tonnagacha yuk oladi. Yuk ko'tarish hajmi 1 tonna. Motorlarimiz Motori 150 kublik Nevistar motor. 150 kublik Nevistar motor. Vilkalarimiz 43 talik vilka. Oldi chiroqlari, tablolari, ko'rinishlari, kolonkasi, MP3si bor. Magnitofonlari. Bak sig'imi 16 litr. 16 litr bak sig'imi. Kuluch, har xil narsa qo'yish uchun seflari bor. Bu havo bilan sovutadigan motorollerimiz. Zadnimoslari baquvvatidan. Balonlari ham 500 ga 12. Buni narxini qancha deymiz aka? 21 million. 21 million so'm dastavka ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beriladi. Yaxshi. Endi bunisini ko'ramiz. Buni bort razmeri nechiga nechi? 220 ga 140. 220 ga 140. Balonlarimiz palovosli yaxshi balondan qo'yilgan. 200 kublik motor, suvlik. 200 kublik suvli motor. Radiator bilan jihozlangan bunisi. 60 talik. Vilkasi 60 talik mana. Balonlari ham yaxshi. Old faralari baquvvatidan, kattasidan 2 xil diapazonda yonadi. Buni ham baki 20 litrlik mana. Tablolari boshqacha, yangicha tablo. Buni ham magnitofoni bor. Akkumulyatorlari katta akkumulyatordan. Ramalarimiz ham 5 ga 8. Baquvvat ramalardan. Shamoldan to'saydigan nimalarimiz ham temirdan. Buni narxini qancha qilib beramiz? 26 million so'm. Buni narxi 26 million so'm. Buni ham dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Qo'shib beriladigan narsalari zapaskasi, balon kuluchi, har xil kaska, perchatkasi bor. Mana umumiy ko'rinishi. Zadnimoslari ham baquvvatidan, kattasidan qo'yilgan. Mana orqa ko'rinishi. Rangi har xilidan bor. Kim qanaqa xohlasa, shunaqa rangdan chiqarib beriladi. Mana bunisi qo'sh balon. Buni bort razmeri nechiga nechi? 220 ga 140. Bu ham 220 ga 140. Motori nechilik motor bilan jihozlangan? Bu ham 200 kublik motor. Hozirgi ko'rsatgan motorlarimizni o'zidan faqat qo'sh balon bu. Kim xohlasa silindr qo'yiladi, selovoy qo'yiladi. 4 million so'm qo'shiladi silovadan. Selovoy qo'yilsa 4 million so'm narxi qo'shiladi. Zadnimoslarimiz mana bu ham 8 ga 24 katta zadnimosdan. Zapaskalari bor mana. Resorlari ham baquvvat. 9 talik resor qo'yilgan. Bunga qo'shib beriladigan narsalari kabina qo'shib beriladi-ya? Yo'q, kabinasi alohida. Kabinasi alohida bo'lar ekan. 300 ming so'm qo'shiladi kabina bo'lsa. Kabina bo'lsa 1 million 300 ming so'm qo'shilar ekan. Yaxshi. Buni ko'rishimiz mumkin. Bunga silindr qo'yilmagan. Mana buni ham bir qator ko'rib o'tishimiz mumkin. Tormozlarimiz yetkisli. Panejisi bor. Mana panejisi zadnimosda joylashgan. Katta panejinda qo'yilgan. Buni motori nechilik? 200 kublik bu ham.
Bu ham 200 kublik motor. Mana shu ko'rinishda. Bu ham qo'sh balon. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol ma'lumot so'rashlaringiz mumkin. Kabinka ko'rinishida kabinka kerak deydigan akalarimizga mana kabina ham bor. Kabina ham qo'yib beriladi, ustanovka qilib. Ustanovkasi ichida. Buni chirog'i LED. Boshqacha buni chirog'i. Zakaz uchun chiqarib beriladi. Kim qanaqa xohlasa, shunday zakazga chiqariladi. Mana o'tirg'ich o'rindiqlari, radiator bachoklarimiz. Mana ko'rinishi motorollarda. Buni narxini qancha qilib beramiz, aka? Qaysini? Mana shu qo'sh balon 220 ga 140 lik. 5 kabina. 5 kabina 28 million, kabinasi bilan 29 million 300 ming so'm. Kabinasi bilan 29 million 300 ming so'm, 5 kabina 28 million so'm. Buni bortiga keladigan bo'lsak, nechiga nechi buniki? 1,5 ga 2,5. 1,5 ga 2,5. Samasvalli. Samasvalli do'stlar, buni ramalariga e'tibor beramiz. Usilinni. 2 qator rama ketgan. Men boshqa motorollerlarda 2 qator rama ko'rmaganman lekin. Orqa tomondan ko'rinishi. Bu ham qo'sh balon. Silinderli. O'zi ag'darib to'kadigan. Qanaqa yuk ortsangiz ag'darib to'kadi. Mana silinderli boshqaruv tizimlari, richaklari. Buni motori Neustar ekan. Menimcha 250 kublik motor. Ha, 250 lik motor bilan jihozlangan. Bunda ham tablo ko'rinishlari, bak sig'imi 22 litr. Mana alohida har xil narsa soladigan yashik qo'yilgan bunga ham. Xohlaganlarga sidina o'rnatib beriladi. Kabina qo'yib beriladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qanaqasi bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Buni narxini qancha qilib beramiz aka? Samasvalligi bu 40 million 500 ming so'm mash turishi. Agar bez samasval bo'lsa, ag'daradigan bo'lmasa 36 million 500 ming. 36 million 500 ming so'm bez samasvalga samasval o'rnatiladigan bo'lsa, xuddi shunday qilib 40 million 500 ming so'm bo'ladi. Bu yerda Zubr traktorimiz ham bor ekan, jatkasi bilan. Zubr traktorimiz nechta ot kuchiga ega aka? 18 ot kuchi. 18 ot kuchiga ega ekan. Oldidagi jatkalari bilan mana buni narxini qancha deyapmiz? Mana shu jatkalari bilan frezasi ham bo'ladi, 40 million so'm bo'ladi. Frezasi ham bo'lar ekan, narxi 40 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kanalni kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Bittadan like, podpisatsiya tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Aka, sizga ham kattakon rahmat.